O'rta Osiyoda hech bir davlatda sahoba qabrlari mavjud emas, lekin O'rta Osiyoda bitta davlat borki, buning nomi O'zbekiston deb nomlanadi. O'zbekistonda 12 ta viloyati bor. 12 ta viloyatning ham hammasida bir xil emasdir. 12 ta viloyat ichida bitta viloyat bor, buning nomi Samarqand. Samarqand shahrida mana shunday sahoba qabrlari joylashgan. Biz mana shunday eng aziz avliyoning qabriga tashrif buyurdik. Bu yerdagi qabrlar qaydan kelib qoldi? Bu yerdagi qabrlar bu yerni rekonstruksiya qilish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar paytida chiqib qolgan qabr toshlar. Mana shu kompleksni butun boshli hamma joyini rekonstruksiya qilayotgan paytida butun boshli chiqqan qabr toshlar mana shu. Suyaklari qayerda? Suyaklari Shohizimda qabristoniga ko'mildi, toshlari esa mana shu. Bu yer ansambl boshqa ansambullar bilan nimasidan farq qiladi? Bu yerdagi ranglarning ko'p ishlatilganligi boshqa ansambullarda yo'qdir. Nima uchun? Nima uchunki Samarqand shahridagi Shohizinda ansamblida Shohizindadan tashqari barcha qabrlar ayollarga tegishli. Temuriy shahzodalarning qabrlari qayerda? Go'ramirda. Ularning ayollari qayerga dafn? Ayollari esa Shohizindaga dafn. Shuning uchun ham bu yerdagi jilolikorlik, bu yerdagi naqshlarning ko'pligi, bu yerdagi ranglarning ko'pligi mana shulardan iborat. Husom ibn Abbos bu yerga tashrif buyurganliklarida yangi din bilan tashrif buyurdilar. Islom dini. Samarqand shahri ungacha Zardushtiylik diniga e'tiqod qilar edi. Zardushtiylik diniga e'tiqod qilayotgan aholiga yangi din, yangilik bilan kirib keldilar. Yangi dinga o'ting deganlarida bu kishilarga qarama-qarshiliklar va ziddiyatlarga uchradilar va suiqasd uyushtirdilar. Chunki hozirgi mana bizlarning pokoleniyamizga ham 2 kare 2 5 desak kim menga ishonadi? Hech kim menga ishongisi kelmaydi. Yoki tarix fanining otasi Gerodot bo'lgan desam kim menga ishongisi keladi? Hech kim ishonmaydi. Lekin haqiqatdan da shunday. Husom ibn Abbos yangi din bilan tashrif buyurdi. Bu yerga tashrif buyurganlarda bu kishilar bu yerda Zardushtiylik dinida edilar. Va bu kishiga qarama-qarshiliklar, suiqasdlar bo'ldi. Suiqasdlarning birida qarangki, Husom ibn Abbos birgina quduqdan panoh topdi. Quduqqa tushdilar. Quduq og'zini esa o'rgimchak turi hosil qilgan holatda quduq og'zini yopib qo'ydi. G'aridin vakillari kelib qarashsalar, quduq og'zi yopiq, ustida esa o'rgimchak turi turibdi. Bu yerga tushmagan deb o'ylab, boshqa tomonga qarab yurdi. Keyinchalik bu quduqni tekshirish vaqtida Temuriylar davriga kelganda, qarangki, quduq og'ziga sarkardalar tushirildi. Lekin pastda nimani ko'rsang, tepaga chiqib aytmoqchi bo'lsang, sen tildan, zabondan qolasan. Sarkarda endi tepaga chiqib shunday gapiraman deganlarda qarangki, gapira olmaydi. Va bu holat u kishining 7 avlodiga ham chiqdi. Shundan so'ng mahalliy aholi bu kishini o'lmagan, ya'niki zinda, tirik va u kishining ismini esa Shoh dedilar. Shundan so'ng esa Shohi zinda degan nom kelib chiqdi. Asl insonlari esa Husom ibn Abbosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga bir hadis shariflarda sahobalar tomonidan bir savol beriladi. Ey payg'ambarimiz, sizga dedilar, mana siz tug'ilgandan bandam degan odamsiz. Shu bandalaringiz orasida eng sizga suyuklisi, sizga xulq atvori jihatdan yaqinroq bir shaxs bormi dedi. Chunki odam odamga o'xshaydi. Shunday bir shaxs bormi sizga o'xshaydigan? Shunda payg'ambarimiz xuddi shunday javob beradi. Menga yuz qiyofasi va xarakter jihatdan yaqin shaxs bu kishi mening amakivachcham Husom ibn Abbos. Hozir shunday bir aziz joyga keldikki, bu yerga o'ng oyoq bilan, tahorat bilan kiriladigan joy. Sahoba qabri. Hurmatli ziyoratchilar, asosiy qabrga qarab boramiz. Qolgan ma'lumotlar esa o'sha yerda qarab beramiz.